Assalomu alaykum Novoylar. Novoylar uchun yangilik. Mana Novoylar bir qop unni mana mishalgaga tashlaydi-da, xamir qilib, xamirni zuvala apparatda zuvala qiladi. Zuvalanib tayyorlab, mana apparatda non chekadi. Xohlagan gullaridan qo'yib, mana bunaqa gullari bor. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, grammlarni to'g'rilab qilib beramiz. Bu kattaroq patar apparatlarda tayyorlab oladi-da, keyin mana bunaqa pechda pishiradi nonni. Bunga yopish ham oson. Bunga oddiy odam ham bo'lsa bo'laveradi. Novoy mutaxassis bo'lish shart emas. Xuddi shunaqa qilib nonlarni pishirib sotaveradi-da, ana. Mana kompressorlarni ko'ryapsiz, ovozini. Uncha-munchaga bilinmaydi. Kimga shunaqa apparatlar, shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqing.